Kelinni ham tushirib oldim. Boplab to'y qildim. Hammani og'zi lang ochilib qoldi. Voy, ertaga endi qo'lidan bir piyola choy ichsam, armonim yo'q. Oyjon, men choy iching desa nima qilaman? Voy, uyalib ketaman-u. Rahmat, baraka toping qizim. Voy oyijon, turib qoldingizmi? Uzr, uxlab qolibman. Hozir choy tayyorlayman. Qanday chiqsa yo'q. Voy tavba. O'pkam bilan yuragim tevlashib, kelin olishga shoshibman. Olarsanam, ko'rarsanam deb shuni aytsa kerak-da. Shu bir piyola choyni o'zim ham damlab icha olardim. Nima shoshdim? Bir qaynonalik qilib urshaymikana. Qanday urshasan? Ko'zlaringga qarab mo'ltirab, "Oyjon" deb tursa. Ha mayli, bolamni orqasidan kelgan bolamda. Ishlarni o'zim ham qilib olarman. Menga nabiralar hadya qilsa bo'lgani. Asosiysi bolam baxtli